Assalomu alaykum azizlarim, sizlar bilan salomatlik eksperti Sohiba Tolmasovna. Azizlarim, Salomatlik akademiyamiz Navoiy shahrida joylashgan. Biz barcha kasalliklarni kelib chiqish sababi bo'yicha ishlaymiz. Ham jismoniy, ham ruhiy tozalash orqali ishlaymiz. Yuzda qanday muammolar bo'lsa, organizmda qanday muammolar bo'lsa, ruhiyatingizda qanday muammolar bo'lsa, bartaraf etishim mumkin. Bundan tashqari shogirdlik kursi va onlayn daromad biznes kurslari mavjud. Bir insonga kerak bo'ladigan jamiki xizmatlarimiz bizni Salomatlik akademiyamizda mavjud. Agar sizda qandaydir muammolar bo'lsa, bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Ha, aytgancha, qizlarimiz qoshim, sochim to'kilib ketyapti, qoshlarim siyrak, xuddi sizdagidek qosh bo'lishi uchun nima qilishim kerak degan savolingizga shu video orqali javob berib o'tmoqchiman. Azizlarim, qachonlardir meni qoshim umuman hattoki bilinmaydigan darajada edi. Shu darajaga erishdimmi? Demak, siz ham erishasiz. Uning uchun tabiiy retseptlarimni xarid qilish imkoniyatiga ega bo'lishingiz kerak. Retseptlarning narxi har